Mana izdobnashlar Gazablok uskunasini keltirib, Qashqadaryo viloyatini Chiroqchi tumaniga keltirib akalarimiz o'rnatishdi va Gazablok uskunasi o'rnatildi. Bu tomonda qoliplarimiz va mana va'da berilganidek bir marotaba quyib, ko'rsatib berildi. Aka, bu shu holatda bo'ladi. Bu endi ishadi, to'g'rimi? Shu holatda bo'ladi, keyin ishadi. Qo'yib, apparatimiz avtomatik o'zi tuprog'ini tashlaydi, o'zi semenni tashlaydi va o'zi suvni litrini o'lchab tashlaydi. Tayyor bo'lgan mahsulotimiz ko'rib turibsizlar mana. Qo'yib, endi qurishga qo'yadi. Necha daqiqa turadi endi bu aka? Shoshmang. 3 soat turadi. 3 soat turadi. Shunaqangi Gazablok uskunasini xarid qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab qanchaga desangiz, shunchaga 1,5 mingdan boshlab bu yo'q ketadi uskunalarimizning narx-navolari. Xullas, o'zimiz yurtimizga tadbirkor bo'ladigan sezon boshlandi. Oldi yoz qurilish materiali hech qachon modadan qolmaydi. Tug'ilish bor ekanki, qurilish sohasiga ham hamisha ehtiyojimiz tug'iladi. Shu uchun Gazablok zamon talabi bo'lgan Gazablokni bemalol keltirib o'rnatib berishadi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin.